14-qism. Madaniyat inqilobi shaharda kundan kunga yomon tusilayotgan edi. Ko'chalarning devorlari datzibaolar bilan bezatilgan bo'lardi. Datzibaolar ko'pincha siyosiy shior, muxolif fikr yoki biror xabarnoma katta harflar bilan yoziladigan devoriy suratlar. Odatda siyosiy fikrlarning xilma-xilligini ifoda qilishda juda yaxshi ish bergan. Ularni yopishtirib chiqadiganlar bir nechtagina ishsiz, bekorchilar bor edi. Yangilarini ilishar ekan, eskilarini hatto olib ham tashlashmasdi. Bir-birining ustiga yopishtirilgan qog'ozlar qalin yuza hosil qilib, qo'pol ko'rinardi. Xuddiki devorlarga shishib turgan cho'ntak yopishtirib chiqilgandek ko'rinardi. Feyya va Yerchining uy eshiklariga ham yopishtirib ketishgandi. Ichkariga kirsangiz, hamma joyda, hatto hojatxonada ham Oliy rais Maoning so'zlari yozilgan bo'lardi. Feyyaning yostiq jildida sinfiy kurashni aslo unutma deb yozib qo'yilgandi. Ko'rpachalarning ustida bo'lsa, katta bo'ronlarga qarshi marsh degan yozuvlar bor edi. Feyya va Yerchi har kuni rais Maoning so'zlari ustida uxlashardi. Shaharga tushsam, odamlar ko'p to'planib turgan joylarga borishdan o'zimni olib qochardim. U yerda har doim janjal va tortishuvlar bo'lib turardi. Shaxsan o'zim bir necha marta odamlarni o'lguncha kaltaklashganini, yiqilib tushgan joydan tura olmaganlarini ko'rganman. Raisimiz shahardagi majlislariga bormay qo'ygani bekorga emas. Kommuna bosh markazi raisni tumandagi 3-darajali hay'at majlisiga qatnashish kerakligini aytib odam jo'natardi. Biroq u bormasdi. Bir kuni ikkalamiz suhbatlashib o'tirganimizda shaharda har kun ko'plab odamlar o'lib ketyapti. Juda qo'rqaman. Bunday paytda u yerga majlisga borish o'z go'ringning o'zing qazishdek gap degani esimda. Rais qishlog'imizda yashirinib yurar, hech qayerga chiqmas edi. Biroq bir necha oy shunday sokin, farog'atda yashay oldi xolos. U bormasa ham uni kelib olib ketishardi. Bir kuni hammamiz dalada ishlab yurganimizda uzoq-uzoqlardan qizil bayroq biz tomonga hilpirab kela boshladi. Shahardan bir guruh qizil askarlar kelishmoqda edi. Rais ham dalada edi. Kelayotganlarga ko'zi tushib, boshini egdi va qo'rqibsa, meni olib ketishga bo'lmasa kerak, har holda dedi. Qizil askarlarga bir yosh qiz rahnamo edi. Yonimizga kelishganida qiz bizga qarab, nega bu yerlarda umuman shiorlar ko'rinmaydi? Datzibaolar qani? Rais qayerda? Bu yerning kattasi qani o'zi deya baqirdi. Rais ketmonchasi bilan bir chetga uloqtirib, uning yoniga yugurib bordi. Boshini oldinga egib salom berdi. Qizil askarlar boshlig'i xonim, dedi u hurmat bilan. Nega bu yerga na shior, na datzibao ostirmagansiz? So'radi qiz. Bor albatta. Bir emas, ikkita bor. Mana bu uyning orqa tomoniga yozilgan shiorlarimiz, deb javob berdi rais. Qiz ko'pi bilan 16 yoki 17 yoshlarda bo'lishiga qaramay, raisning oldida o'zini juda ham katta tutardi. Ko'z qiri bilan raisni boshdan oyoq kuzatdi. Bo'yoq solingan chelaklarni ko'tarib kelayotgan askarlarga qaradi va borib uylarning devorlariga bir nechta shior yozing deb buyurdi. Qizil askarlardan ba'zilari uylar tomon chopib ketishdi. Qiz raisga qarab, qishloq ahlini bir joyga to'plashini so'radi. Rais darhol qo'li bilan xushtagini topdi va bor kuchi bilan chala boshladi. Dalada mehnat qilayotgan barcha odamlar yugurib kelishdi. Hamma yig'ilguncha qiz kutib turdi. Keyin bizga qarab, bu joylarning egasi kim deb so'radi baland ovozda. Uning savolidan keyin hamma menga qaradi. Hamma menga qaraganida oyoqlarimga titroq kirdi. Yaxshiyam rais darrov oraga tushib, bu yerlarning egasi inqilobdan keyin o'ldirildi dedi. Orangizda boy odam bormi deb so'radi yana qiz. Rais kamtarona tarzda bitta bor edi, ammo 2 yil oldin vafot etdi deb javob berdi. Qizning ko'zi raisda, lekin o'zi bizdan baqirib so'rashda davom etdi. Xo'sh, orangizda kapitalist odamlar bormi? Rais yuzida tabassum bilan tirjaygan holda, shunday kichik bir qishloqda kapitalist nima qilsin deb javob berdi. Qiz qo'llarini birdan chalkashtirib, kutilmaganda raisdan sen kimsan deb so'radi. Rais shunchalar qo'rqib ketganidan duduqlanib gapira boshladi. Men shu qishloqqa mas'ul boshliqman, raisman. Bo'lishi mumkin, dedi qiz. Balki o'zing kapitalistdirsan.
Kuchingni kapitalizm yo'lida yurish uchun ishlatayotgandirsan, dedi o'shqirib. Raisning ranglari oqarib ketib, qo'llarini qimirlatgancha, "Yo'q, men hech qachon bunday yo'ldan yurmaganman", deb javob berdi. Qiz unga e'tibor bermadi va biz tomonga qarab so'zida davom etdi. "Mana bu odam sizlarni isyonga tashviq qilgan, majburlagan, xorlagan", deb baqirdi. "Sizlar hushyor tortib unga qarshi isyon qilishingiz kerak. Uning oyoqlarini sindiringlar." Qishloqdagi hamma hayron. Raisning o'ziga yarasha obro'si bor axir. U bizga nima desa bajarardik. Aslini olib qarasangiz, shu kungacha hech kim uning na noto'g'ri gapirganini va na noto'g'ri ish qilganini ko'rgan emas. Biroq ayni damda bu shaharliklarning oldida hamma mum tishlab olgan. Rais bo'lsa, bularning bari tuhmat ekanligini aytib, rahm-shafqat so'rab yolvorardi. Biroz shu taxlit qolgach, biz tomonga qarab, "Aytsangiz-chi, sizni aslo majburlab ishlatmaganimni aytmaysizlarmi axir?" dedi. Hamma avvaliga raisga, keyin qizil askarlarning boshlig'iga qaradi. Oramizda bir ikki kishi bir nimalar degandek bo'ldi. Rais yaxshi odam, bizni hech qachon nimadir qilishga majburlamagan, qo'pollik qilmagan. Qiz bizga qarab qoshlarini shimardi. "Sizlarning bu turishingizda hech biringizdan umid yo'qqa o'xshaydi", dedi. Keyin askarlarga o'girilib, qo'li bilan ishora qilganicha, "Olib keting", deb buyurdi. Ikkita askar raisning yoniga borib, qo'llaridan tutdi. O'zini olib qochishga urinayotgan rais baqira ketdi. "Bormayman, iltimos, yordam bering. Men shaharga bora olmayman. U yerga borish qabrga tushish bilan teng." Rais qancha baqirib chaqirmasin, foydasi bo'lmadi. Qo'llarini qayirib tashlashdi. U enkayib qoldi. Olib ketishdi. Qizil askarlar nigohlaridan vahshat sochgancha shior aytib borayotgandek uzoqlashar ekan, turganlar tomoshabin bo'lib qolaverdi. Aqalli bitta odam ularni to'xtatishga urinmadi. Bu jasorat hech kimda topilmadi. Raisni bunday tarzda olib ketishganidan keyin hammaning ichiga g'ulg'ula cho'kdi. Shaharda tartibsizliklar bo'layotgandi. Rais hayotda qolishning uddasidan chiqqanida ham yo oyog'ini, yo qo'lini yo'qitardi. Oradan 3 kun o'tgandan keyin qaytib keldi. Ko'zlari shishib ketgan, burni ko'm-ko'k, uyi tomon yurib borar ekan, oqsoqlanardi. Dalada ishlab yurgan dehqonlar uni ko'rishlari bilan yoniga yugurib borishdi. Rais qoshlarini chimirib ularga qaradi, ammo hech narsa demasdan uyga kirib ketdi. 2 kun umuman ko'chaga chiqmadi. 3-kun ketmonchasini olib dalaga kirib keldi. Yuzidagi shish qaytgan edi. Dalaga kelganda hamma uning atrofini o'rab olib, savollar yomg'iriga tutishdi. Haliyam biron bir joyda og'riq bor yo'qligini so'rashganida boshi bilan yo'q ishorasini qildi. Og'riqni his etish o'z yo'liga, la'natlar uxlashga qo'yishmadi. Mana shunisi eng katta qiynoq bo'ldi men uchun, deya ko'zda yosh bilan so'zda davom etdi. Nihoyat kimning kim ekanligini tushunib yetdim. Men sizlarni har doim o'z farzandlarim o'rnida ko'rdim, qo'llab-quvvatladim. Biroq mening boshimga balo yog'ilganida yonimda faqatgina omadim turdi, xolos. Hech biringiz yordam beray demadingiz. Rais so'zini tugatganidan keyin hech birimiz uning yuziga tik qaray olmadik. Haliyam omadi bor ekan, shaharga olib borilib, 3 kungina kaltaklangan edi. Fenkani ko'rishga borgunimcha, Chunshengning ham boshi uzra qora bulutlar suzib yurganidan bexabar edim. Yo'lda ko'chani o'rab olgan bir guruh odamlarni ko'rdim. Xuddi paradga o'xshab yo'l chetida turib olishgandi. Boshlarida rangli qog'ozdan yasalgan qalpoqlar, bo'yinlariga timsollar osib olishgan. Avvaliga e'tibor bermadim, ammo ular yonginamdan o'tib ketishganida o'ta kam yorildi. Ularning boshida Chunsheng bor edi. Boshini oldinga egib olgan, shu sababli meni ko'rmadi. Oldimdan o'tib borar ekan, boshini ko'tarib, "Yashasin raisimiz Mao", deb baqirdi. Qo'llariga qirmizi tasma bog'lab olgan bir necha bolakay darrov unga qarab chopdi. Uni do'pposlab urishar ekan, bo'ralatib so'kishardi ham. "O'sha baqirgan senmiding? Orsiz kapitalist." Chunsheng tizzalab o'tirib qoldi. Gavdasi bo'yniga osilgan taxta lavha tomon osildi. Bolalardan biri uning boshiga tepdi. Chunonam qattiq tepdiki, boshi yorilib ketay dedi. Keyin butun vujudi bilan yerga yuztuban yiqildi. Shunchalar ko'p do'pposlashdiki, ovozi ham chiqmay qoldi. Umrim bino bo'lib bunday kaltaklangan odamni ko'rmagandim. U yerda yotar ekan, noinsoflar uni to'xtamay tepishardi. Tanasining o'lik jasaddan farqi qolmadi. Agar shunday davom etishsa, o'lib qolishi aniq. Yonlariga bordim. Ikkalasining qo'lidan tortib, "Yolvoraman, urmanglar", dedim. Meni shunchalar qattiq itarib yuborishdiki, yerga yiqilib tushay dedim. "Sen kim bo'lasan o'zi?" deb so'rashdi mendan. "Iltimos, urmanglar uni", dedim takroran.
Ulardan biri qo'li bilan Chunshengni ko'rsatib, uning kim ekanligidan xabaring bormi o'zi deb so'radi. Bu sobiq hokim kapitalist deb qo'shib qo'ydi. U haqda hech narsa bilmayman. Bilganim uning Chunsheng ekanligi, dedim yolvorishda davom etib. Uni kaltaklashni to'xtatishdi va Chunshengga o'rnidan turishini buyurishdi. O'lasi qilib do'pposlangandan keyin qanday qilib o'rnidan tursin? Unga yordam berish uchun yoniga yaqinlashganimda meni darrov tanidi. Fugui, tezda bu yerdan keting dedi. O'sha kuni uyga qaytib kelgach, ko'rgan kechirganlarimni Jashenga aytib berdim. Bo'lib o'tgan hodisani eshitib Jashen, koshki o'tgan hafta kelganida uning ichkariga kirishiga ruxsat berganimda edi, deb afsuslandi. U boshqa hech narsa demagan bo'lsa-da, ikkimiz ham bitta narsani o'ylayotganimizni bilardim. Taxminan 1 oydan keyin Chunsheng yashirin tarzda bizni ko'rishga keldi. Yarim tunda eshik taqallaganida uxlab yotgan edik. Eshikni ochdim va qarshimda Chunshengni ko'rdim. Oy nurida shishgan yuzlari yiringlab ketganini ko'rinib turardi. Chunsheng, ichkariga kir dedim. U bo'sag'ada turar va ichkariga kirishga xohishi yo'q edi. Xotiningiz, dedi u. Jashenga Chunsheng kelganini sekingina aytdim. Jashen hech narsa demasdan yotoqda tikka o'tirib oldi. Chunsheng Jashen tomon taklif qilmasdan turib, ichkariga kirishni istamas edi. Fugui, iltimos bu yoqqa chiqing dedi. Jashenga Chunsheng kelganligini takrorladim. Rafiqam yana jim turar edi. Yelkamga kamzul ilib tashqariga chiqishga majbur bo'ldim. Chunsheng uyimiz oldidagi daraxtning yoniga bordi va Fugui, bu yerga siz bilan vidolashish uchun keldim dedi. Qayerga borasan deb so'radim undan. Hissiyotini ko'rsatmaslik uchun tishlarini g'ichirlatardi. Yashashga bo'lgan xohishim so'ndi, dedi. Uning gapidan qo'rqib ketib darrov qo'lidan ushlab oldim. Chunsheng, ahmoq bo'lma. Xotining, bitta farzanding bor axir, dedim. Bu gaplarni eshitib yig'lab yubordi. Fugui meni har kun bog'lab do'pposlashardi. Qarang, qo'llarimga bir qarang, deb menga qo'llarini cho'zdi. Qo'llarga teginishim bilan ezilib ketganini his etdim. Issiq edi ular. Qo'rqib ketdim. Og'riyaptimi deb so'radim. Yo'q, dedi bosh chayqab. Ularni sezmayapman. Yelkasidan tutib, uni o'tirishga taklif qildim. Nima bo'lgan taqdirda ham aql bilan ish qilishing kerak. O'liklar tirilishni istashadi. Sen bo'lsang hali tiriksan, kurashyapsan. O'lishga haqqing yo'q. Bu hayot senga ota-onangdan bir sovg'a. Agar yashashni istamasang, avvalo ulardan ruxsat olishing kerak. Ulardan so'rashing kerak, dedim. Ko'zlarini artar ekan, ota-onasi ancha oldin o'lib ketishganini aytdi. Demak, yashash uchun ko'plab sabab bor, deb davom etdim men. Bir o'ylab ko'r. Urushda shimoldan janubga ko'plab jang maydonlarida jon olib jon berding. Tirik qolish o'shanda oson edimi? Dedim uni fikridan qaytarish uchun. O'sha kechasi Chunsheng bilan ancha suhbatlashdik. Jashen bo'lsa, yotog'ida o'tirib bizga quloq tutdi. Tong yorishayotganda Chunsheng aytganlarimga ko'ngandek ko'rindi. Endi o'rnidan turib ketaman deganida ichkaridan Jashenning ovozi eshitildi. Chunsheng, ikkalamiz ham buni kutmagan edik. Gangib qoldik. Jashen yana chaqirgan edi, Chunsheng javob berdi. Eshikka tomon keldik. Jashen o'tirgan joyidan, Chunsheng, sen sabrli bo'lishing kerak, yashashing kerak, dedi. Chunsheng boshini egdi. Jashen yig'lay boshladi. Sen haliyam bizga bir hayot qarzdorsan, dedi Jashen. Bizning qarzimizni o'z hayotingga qattiq yopishib turish orqali to'laysan. Chunsheng miq etmadi. Bir muddat haykaldek qotib qoldi. Keyin, "Xo'p, tushundim", dedi. Uni kuzatib qo'ydim. Qishloqdan chiqaverishda Chunsheng meni to'xtatib, ortga qaytishimni istadi. Shu yerda to'xtab, uning shahar tomon ketishini kuzatib qoldim. Shunchalar qattiq kaltak ekan ediki, oqsoqlanib, go'yo sudralib borardi. Boshini quyi solgan, har qadam bosganda bor kuchini yo'qotayotgandek tuyulardi. Ko'nglim rozi bo'lmadi va unga qarata, "Chunsheng, menga so'z ber, yashaysan", deb baqirdim. Bir necha qadam tashlab men tomonga o'girildi. "So'z beraman", dedi. Ammo u so'zida turmadi. Bir oydan keyin sobiq hokim Liu o'zini osib qo'yibdi deb eshitdim. Inson qanchalar omadli bo'lishiga qaramay, agar o'lishni istab qolsa, uni hech narsa to'xtata olmaydi. Jashenga bo'lib o'tgan hodisani aytib bergan edim. Kun bo'yi o'zini behuzur his etdi. O'sha kuni kechasi menga Yuchinning o'limida Chunshengni ayblamasligimiz kerak edi, dedi. Dalada ish ko'payib, shaharchaga,
Feyhiyani ko'rishga tez-tez bora olmay qoldim. Xalq kommunalari tashkil etilgani yaxshi bo'ldi. Shu tarzda qishloq aholisi bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilardi. Shu sababli menga yuklatilgan vazifani chin dildan bajo etardim. Biroq Jashin haliyam yotoqqa mixlanib qolgan edi. Erta tongdan to qosh qorayguncha ishlashga majbur edim. Jashinning holidan xabar olish va ovqatlantirish uchun uyga bir necha bor kelib ketardim. Rosti, judayam charchardim. Qarayotgan edim axir. 20 yil oldin balki hammasi boshqacha bo'lganmidi. O'sha paytlarda biroz uxlasam, o'zimga kelardim. Biroq yoshim ulg'aygan sari qancha uxlasam ham kamlik qilayotgandi. Mehnat qilsam ham qo'limni zo'rg'a qimirlata olardim. Har kuni ham qishloqlarimning ortiga bekinib olib, o'zimni ishlatayotgandek ko'rsatishga urinardim. Qiyin ahvolda ekanligimni bilganlari uchun hech kim shikoyat qilmas edi. Ekin-tikin payti Fengxiya keldi va bir necha kun biznikida qoldi. Mening o'rnimga ovqat pishirdi. Onasiga qaradi. Umuman olganda katta yordami tegdi. Lekin u turmush qurgan, oilasi bo'lak, eriga g'amxo'rlik qilish kerak edi. Fengxiya endi birovning xasmi. Biznikida uzoq vaqt qola olmasligini bilardim. Jashin bilan maslahatlashib, bizning uyda ortiq qola olmasligiga kelishdik. Shunday qilib, uni uyiga kuzatib qo'ydik. Qishloqdan chiqaverishda majburan yetaklab bordim. Bizga ko'zi tushganlar kulishar, avvallari mendek otani hech ham ko'rmaganliklarini aytishardi. Ularning bu gapiga o'zimning ham kulgim kelardi. Qishloqda ota-onasiga bunchalik g'amxo'rlik qiladigan qiz boshqa bo'lmasa kerak deb o'yladim. Feyhiya butun vaqtini menga va onasiga qarash bilan o'tkazsa, yassibosh kuyovimga kim qaraydi dedim ularga kulib. Uni majburlab jo'natib yuborganimizdan biroz vaqt o'tib Feyhiya qaytib keldi. Bu safar kuyovim bilan birga edi. Uzoqdan bir-birining qo'lidan tutib kelishlarini ko'rib, darrov tanidim. Elchining yassi kallasini ko'rishimga ham hojat yo'q edi. Chunki ular ekanligini anglagan edim. Elchi qo'lida bir shisha guruch sharobini ko'tarib olgan, to'xtamasdan tabassum qilardi. Feyhiyaning qo'lida bir savat va u ham elchi singari kulib turardi. Ularni bunchalik xursand qilgan narsa nima bo'ldi ekan deb o'ylab qoldim. Uyga kirishganida elchi eshikni yopdi va "Otajon, onajon, Feyhiya homilador" dedi. Bu xabarni eshitib og'zimiz quloqimizga yetdi. Ancha kulishib xursand bo'lgach, nihoyat qo'lda sharob shishasi borligi elchinning esiga tushdi. Yotoq yoniga borib, qo'lidagi shishani stol ustiga qo'ydi. Bu orada Feyhiya ham savatidan bir kosa loviya olib chiqdi. "Qani, hamma yotoqqa kelsin, shu yerda o'tiramiz" dedim. Feyhiya onasining yoniga borib o'tirdi. 4 ta kosa olib keldim va yotoqning qarshi tomoniga, elchining yoniga o'tirdim. Elchi menga va Jashinga kosani to'ldirib sharob qo'ydi. Endi Feyhiyaga ham qo'yaman deganida, Feyhiya shishaga yopishib boshini sarak-sarak qildi. "Bugun sen ham ichishing kerak", dedi elchi xotiniga. Feyhiya elchining nima demoqchi bo'lganini tushunib, rozilik bildirdi. Kosalarimizni ko'tardik. Feyhiya bir quldum ichganidan keyin yuzini burishtirib onasiga qaradi. Jashinda ham shu ahvol. Keyin og'zini ochmasdan kuldi. Chunki sharobni hali yutib ulgurmagan edi. Elchi bilan men bir sip qorishda kosalarimizni bo'shatib qo'ydik. Bir kosa sharobni ichgan elchining ko'zidan yosh quyilib oqa boshladi. "Otajon, onajon", dedi u. "Bunday yaxshi kunlarni boshdan o'tkazaman deb sira ham o'ylamagandim." Bu gapdan keyin Jashin ham ko'z yoshlarini tutib tura olmadi. Uni ko'rib men ham ularga qo'shildim. "Men ham o'ylamagandim", dedim. Bizning eng katta qo'rquvimiz dunyodan o'tganimizdan keyin Feyhiya qanday hayot kechirishi bilan bog'liq edi. Feyhiya senga turmushga chiqqanidan keyin ko'nglimiz ravshan tortdi. Endi bo'lsa bolalaringiz bo'ladi. Bu ham ajoyib. Feyhiyaning vafotidan keyin uning go'riga bir hovuch tuproq otadigan mehriboni bo'ladi endi. Bizning yig'layotganimizni ko'rgan Feyhiya ham ko'z yosh to'kdi. Jashin so'zida davom etdi. "Qani endi, ukang ham tirik bo'lgan edi. Uni o'zing katta qilgan eding. Bir-biringiz bilan juda yaqin opa-uka edingiz. Afsus, o'g'lim bu kunlarni ko'ra olmadi." Elchi xo'rsindi. "Qani edi, mening ota-onam ham tirik bo'lishganida", dedi u va afsus nadomat bilan. "Onam jon berayotganida qo'limdan qattiq tutib olgandilar. Xuddiki umuman qo'yib yubormaydigandek edi. U yig'lagani sari yanada qayg'uga botdik. Biroz yig'i-sig'i bo'lganidan keyin
Elchi loviya to'la kosasi bilan qo'lni ko'rsatdi. Otajon, onajon, marhamat qiling, oling. Buni Fenxiya o'z qo'llari bilan pishirdi. Olyapman o'g'lim, olyapman. Jashin, qani sen ham olchi? Jashin bilan bir-birimizga qarab tabassum qildik. Biz bobo va buvi bo'lish arafasida edik. O'sha kuni shom kirguncha kulishib gaplashib o'tirdik. O'tmish kunlarni esladik. Keyin Elchi Fenxiyani olib uyiga ketdi. Fenxiya homilador bo'lgach, xuddi Elchi uni yanada ko'proq yaxshi ko'rib qolgandek tuyuldi menga. Yoz kelgach, ularning uyi chivinga to'ldi. Uylarida pashshaxonasi ham yo'q edi. Qorong'i tushgach, Elchi Fenxiyani toza havoda o'tirsin degan maqsadda ostonaga chiqarar. O'zi bo'lsa, chivinlar kelib meni chaqsin deb yotoqqa cho'zilardi. Uy ichidagi chivinlar nihoyat qon so'rishdan qoniqishgach, Fenxiyaning uyga kirib dam olishiga izn berardi. Orada bir Fenxiya Elchidan xabar olish uchun ichkariga kirsa, Elchi uni qayg'urib, yana tashqariga chiqarib qo'yardi. Bularning barini menga Elchining qo'ni-qo'shnilari aytib bergandi. Ular Elchiga bitta pashshaxona sotib olishi kerakligini tavsiya qilardi. Elchi bu gapga kular, ammo javob qaytarmas ekan. Keyinchalik menga sababini aytgandi. Qarzlarimni to'lab bo'lmasdan turib, pashshaxona sotib olish to'g'ri bo'lmasdi. Elchining yuz-ko'zi, oyoqlarigacha chivin chaqishi oqibatida qizarib ketganini ko'rib achinardim. Bunaqasi ketmaydi dedim. Mening bitta jonim bor dedi Elchi. Bir-ikki marta chivin chaqsa hech narsa qilmaydi. Lekin Fenxiyaning holati boshqa. U hozir 2 jonli. Fenxiya qishda farzandini dunyoga keltirdi. Ko'chada pag'a-pag'a qor yog'ardi. Derazadan tashqarini ko'rib bo'lmasdi. Fenxiya tug'ruqxonaga borgach, tun bo'yi ichkarida qoldi. Elchi ko'chada kutib turar, bezovtalanar, qo'rqardi. Ichkaridan biror shifokor chiqib kelsa, darrov uning yoniga yugurib borar va Fenxiyaning ahvolini surishtirar edik. Hali to'lg'oq davom etayotganini eshitib, tinchlanardik. Tong yorishayotganida Elchi menga, "Otajon, biroz uxlab dam olsangiz bo'lardi" dedi. Unga e'tiroz bildirdim va fikru xayolim qizim va bolasida ekan, ko'zimga uyqu kelmaydi dedim. Elchi qistashda davom etdi. "Ikkalamiz ham uxlamayapmiz. Tug'ruqdan keyin ikkimizdan birimiz Fenxiyaning yonida turishimiz kerak" dedi. Uning gapida jon bor edi. Shuning uchun avvaliga sen biroz yotib damingni ol, keyin men deb javob berdim. U yoqdan bu yoqqa borib kelaverishidan ikkalamiz ham uxlay olmadik. Quyosh chiqquncha Fenxiyadan xabar bo'lmadi. Juda xavotirda edik. Fenxiyadan keyin tug'ruqxonaga kirgan barcha ayollar chiqib, hatto uylariga ham borib ulgurgandilar. Bunga chidab tura olmadik. Eshikka quloqlarimizni tutib, ichkaridan kelayotgan ovozlarni eshitishga urindik. Qaysidir ayolning baqirig'ini eshitib, ko'nglim joyiga tushdi. "Bechora Fenxiya" dedi Elchi. Birozdan keyin nimadir noxushlik bo'layotganini tushunib yetdim. Fenxiya gapira olmas edi, baqirmasdi ham. Elchiga buni aytganimda yuzi oqarib ketdi. Zudlik bilan tug'ruqxona eshigiga yugurib borib, "Fenxiya, Fenxiya" deb baqira boshladi. Tashqariga chiqib kelgan ikkita shifokor jahl bilan, "Nimaga baqirasan? Tez bu yerdan nariga ket" deb koyib berdi. Elchi bolalardek yig'lay boshladi. "Nega xotinim hali ham chiqqani yo'q" derdi. Kutishxonasidagi bir kishi bizni ovutgan bo'ldi. Ba'zi tug'ruqlar tez bo'ladi, ba'zilariga esa vaqt kerak. Elchi bilan bir-birimizga qaradik va bu odam to'g'ri aytyapti degan xayolga bordik. Yana o'tirib kutdik, ammo behuzur bo'la boshladim. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan bir shifokor chiqib keldi. Onasimi yoki bolasimi desa bo'ladimi? Ikkalamiz ham hayron, lol bo'lib qolgandik. "Sizdan so'rayapman" dedi u yana. Elchi shifokor ayolning oyoqlariga yopishib oldi. Ko'z yoshlari bilan, "Shifokor xonim, yolvoraman, Fenxiyani qutqarib qoling. O'tinaman. Menga Fenxiya kerak" dedi. So'ng yerga yotib yig'lay boshladi. Uni turg'izib tinchlantirishga urindim. Bunday qilish noto'g'ri ekanligini, o'zini qo'lga olish kerakligini aytdim. "Fenxiya yaxshi bo'lsa bo'ldi, hammasini tuzatsa bo'ladi" dedim uni ovutib. Xalqda shunday maqol bor, bilasanmi? Yashil tog'lar bor bo'lsa, yoqadigan o'tining g'amini yemasa ham bo'ladi. Elchi baribir tinchlanmadi. "O'g'lim ketdi" deb baqirardi u. Uning o'g'li mening nabiram bo'ladi. Boshimni quyi solib men ham yig'lay boshladim. Tunga yaqin bir shifokor chiqib kelib, "Tug'ildi" deb xush xabar yetkazdi. O'g'il farzand.
Elchi shifokorning gapini eshitib asabiylashib ketdi. Uning yoniga yugurib borib baqirdi. Menga bolasi kerak emas degandim-ku sizga. Nega onasini saqlab qolmadingiz? Onasi ham yaxshi, dedi u. Fenxyaning ham ahvoli joyida ekan. Birdan boshim aylana boshladi. Qarayotgandim. Vujudim kutilmaganda bu hayajonni ko'tara olmayotgandi. Elchi quvongandan esini yo'qotay dedi. Yonimga o'tirib olgan, tinmay titrardi. Uning titrashi telbalarcha kulishidan edi. Elchiga nihoyat tinchlansak bo'ladi endi. Men biroz uxlab olaman. Qaytib kelganimda almashamiz dedim. Tug'ruqxonadan chiqishim bilan Fenxyaning ahvoli yomonlashishini qayerdan ham bilardim. U yerdan uzoqlashganimdan bir necha daqiqa o'tib, bir guruh shifokorlar tug'ruqxonaga qarab chopa boshlashibdi. Ba'zilarining qo'lida kislorod uskunalari bor ekan. Tug'ruqdan so'ng Fenxyaning ahvoli yomonlashib, ko'p qon yo'qotibdi. Kun yorishguncha qizimning joni uzilibdi. Har ikkala farzandim ham tug'ruq vaqtida jon bergan edi. Yuchin boshqa bir ayolning bolasi tug'ilishida, Fenxya esa o'z bolasini dunyoga keltirayotib vafot etgan edi. O'sha kuni juda ko'p qor yoqqandi. Fenxyaning joni uzilgach, badani o'sha kichik xonada turdi. Uni ko'rishga bordim, biroq yana o'sha xonani ko'rgach, ichkariga kira olmadim. 10 yil avval Yuchin ham xuddi shu xonada o'lik holda yotardi. Qor ostida turdim. Ichkarida elchining Fenxyani chaqirayotgan ovozi eshitilib turardi. Yuragimni g'am bosib o'tirib qoldim. Qor shunchalar ko'p yog'ardiki, o'sha xonaning eshigini zo'rg'a ko'ra olardim. Eshita olgan yagona ovoz elchining nochor baqirishi edi. Bir necha marta dod solganidan so'ng eshik yoniga kelib menga shunday dedi. Men onasini so'ragandim, ular esa bolasini berishdi. Qani yur uyga dedim unga. U dunyoda bu shifoxona bilan oldi-berdi qilib olamiz. Yuchin shu yerda o'lgan edi. Endi qizim Fenxya, Elchi, tur o'rningdan ketdik uyga. Elchi Fenxyani yelkasiga oldi va uchalamiz uyga qarab ketdik. O'sha payt hali atrof qorong'i edi. Yo'lni qor bosgan, atrofda hech kim ko'rinmasdi. Shamol esgan sayin qor va qum zarralari yuzimizga urilardi. Yo'lning yarmini bosib o'tganimizdan keyin Elchi baqiraverib xirillab qolgan ovozida, "Otajon, yura olmayapman" dedi. Unga qizimni menga berishini aytdim. Quloq solmadi. Bir necha qadam tashlab yerga o'tirib qoldi. "Otajon, yelkam juda og'rib ketyapti. Ko'tara olmayapman" dedi menga. U juda ko'p yig'lagani uchun shunday bo'lgandi. Shunchalik ko'p ko'z yosh to'kganidan yelkasi og'rib qolgan edi. Amallab Elchining uyiga yetib keldik. U Fenxyani yotoqqa yotqizdi. Yotoqning yonboshiga o'zi o'tirib, unga tikilib o'tirar. Bir zumga ham boshqa tomonga qaramas edi. Fenxyaning tanasi dami chiqqan to'pga o'xshab qolgan edi. Ularga qarab o'tira olmadim. Hatto devorda ham ularning ko'lankasini ko'rish men uchun azob edi. Devordagi soyalari ham qalin va keng bo'lib ko'rinayotgan edi. Biri uzala tushgan va ikkinchisi tizzalab o'tirib olgan. Har ikkisi ham jonsiz va harakatsiz. Harakatlanayotgan yagona narsa Elchining ko'z yoshlari. Men devorda o'sha katta ko'z yoshlarining bir soyadan ikkinchisi ustiga tomchilashini tomosha qilib o'tirardim. Oshxonaga o'tdim. Elchi o'ziga kelsin deb biroz suv olib keldim. Suv olib borgunimcha Elchi uxlab qolgan edi. Ular barobar uxlashardi. O'sha kuni shomgacha Elchining oshxonasida o'tirdim. Tashqarida shamol uvillar, orada qor aralash yog'ayotgan yomg'ir eshiklarni taqillatib o'tardi. Elchi va Fenxya uxlayotgan xonadan umuman ovoz eshitilmasdi. Eshikdan kirib kelayotgan yelvizak tizzalarimni teshib o'tgudek. Qalbimda ulkan muzlik paydo bo'ldi. Ikkala bolam ham meni shu tarzda tashlab ketishgandi. Yig'lamoqchi bo'ldim, biroq ko'zlarimdan yosh chiqmadi. Jashinni o'yladim. U bir o'zi uyda, mendan xabar kutib o'tirgan bo'lsa kerak. Men uydan chiqar ekanman. 1000 martalab Fenxyaning farzandi qizmi yoki o'g'il tug'ilganini aytish uchun darrov uyga kelishimni tayinlagan edi axir. Fenxyaning dunyodan ko'z yumganini unga qanday aytaman? Yuchin vafot etganida Jashin ham u bilan birga o'lgan edi. Endi bo'lsa qizimiz Fenxya ham yo'q. Qanday bardosh qiladi? Ertasiga Elchi Fenxyani orqaladi. Birga qishloqqa keldik. Hali ham qor yog'ayotgan edi. Fenxyaning tanasi go'yoki oppoq ko'rpaga o'rab olingandek qor bilan qoplangan edi. Uyga kirib kelganimizda Jashin yotoqda o'tirardi. Boshini devorga suyab olgan, sochlari to'zib ketgan bir ahvolda edi. Uni bunday ko'rib
Feyhaga bir nima bo'lganini sezganini tushunib yetdim. Uydan chiqib ketganimga 2 kun va 2 kecha bo'lgan edi. Ko'z yoshim to'xtamay oqa boshladi. Elchining ovozi chiqmasdi, lekin u ham o'zini tutib tura olmadi. Jashinni ko'rishi bilan yosh boladek yig'lay boshladi. Onajon, onajon deb faryod soldi. Jashin boshini qimirlatdi. Endi u devorga suyanmayotgandi. Ko'zlarini Elchining yelkasidagi Feyhadan uzmay qarab turardi. Elchiga Feyhani yotoqqa qo'yishiga yordam berdim. Jashin unga qarash uchun boshini egdi. Jashinning qarashi shunchalar qo'rqinchli ediki, ko'zlari kosasidan chiqib ketgudek edi. Jashin bunchalik kuchli ta'sirlanishni xayolimga ham kelmagan edi. Ko'zlarini Feyhadan ayirmas, uning sochlari va boshini to'xtamay silardi. Elchi o'kirib yig'lar, qiynalib ketganidan yotoqning yoniga suyanib olgan, boshi pastga qarab qolgan edi. Men bir chetda turib Jashinni kuzatar, endi nima qilar ekan degan o'y-xayol hech ham miyadan ketmasdi. O'sha kuni Jashin baqirmadi ham, yig'lamadi ham, boshini qimirlatib qo'yardi xolos. Feyhaning badanini qoplagan qor eriy boshlab, yotoqni ho'l qilishga ham ulgurgan edi. Feyhani Yuchinning yoniga dafn etdik. Qor yog'ishdan to'xtagan, quyosh samodan pastlab yerga tushgandi. G'arbiy shamol kuchli esar, uvullar va hatto xazon rezgining shitirlashini ham bosib ketardi. Shamol shunchalar kuchaydiki, Elchi ikkalamiz Feyhani ko'mib bo'lganimizdan keyin belkuraklarimizga suyanib turishga majbur bo'ldik. Qor yerga to'shak kabi yoyilgan. Quyosh nurlari tushishi bilan qorning yaltirashidan ko'zlarimiz qamashardi. Faqatgina Feyha ko'milgan joyda qor yo'q edi. Nam tuproqqa tikilgan ko'yi ikkalamiz ham shu yerda mangu o'tirishga tayyor edik. Elchi Feyhaning yonidagi bo'sh joyni ko'rsatib, "Otajon, agar men dunyodan o'tar bo'lsam, shu yerga ko'ming" dedi. Chuqur xo'rsinib, "U yer meniki. Nima bo'lganda ham sendan oldin o'laman" dedim. Feyhani dafn qilib bo'lgach, chaqaloqni uyga olib kelish uchun yana shifoxonaga bordik. Elchi o'g'lini shifoxonadan kulbamizgacha bo'lgan 10 kilometrlik yo'lda bag'rida ko'tarib keldi. Uyga kirib, bolani yotoq ustiga qo'ydi. Chaqaloq ko'zlarini ochib, yon atrofga nazar solardi. Nimani ko'ryapti ekan deb o'ylanib qoldim. Uni bunday ahvolda ko'rib, Elchi tabassum qildi. Jashinning yuzida qayg'u alam. Qo'llari chaqaloqning yuzida unga tikilgancha qarab o'tirardi. Juda qo'rqdim. Jashinning yuzidagi ifoda meni nihoyatda qo'rqitardi. Unga nima bo'lganini tushuna olmay garang edim. Elchi boshini ko'tardi va Jashinning yuziga qarab qoldi. Qo'llarini yonga qilib, nima qilishini bilmay qarab turardi. Biroz vaqt o'tgandan keyin Elchi mendan bolaga ism qo'yishimni so'radi.